Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Bugun Toshkent shahrida Prof xirurgiya klinikasiga men Hindistondan kelgan mehmon shifokorlarni olib keldim. Ular Rajiv, Akshita, Firdavs, travmatolog, onkolog va ginekolog, kardolog mutaxassislari kelishgan. Ular o'sib kelayotgan kasallikni oldini olish maqsadida va O'zbekistondagi bemorlarga yordam berish maqsadida O'zbekistondagi shifokorlar bilan tajriba almashib ishlash maqsadida, insonlarga yordam berish maqsadida bizning O'zbekistonimizga va mana shu klinikaga tashrif buyurishdi. Bundan sal oldinroqda Ismoil aka, xirurg vrachimiz bilan ular operatsiya jarayonlarini birga o'tkazishdi. Operatsiya jarayoni juda ham chiroyli, yaxshi o'tdi. Bundan hamma довольны bo'ldi. Xudo xolasa kelajakda Hindiston shifokorlari va O'zbekiston shifokorlari kelishgan holda birga ishlash maqsadimiz bor.